Poytaxtimizda elektromobilga quvvatlash uskunasi uchun ruxsatnoma olib berish va uni o'rnatish evaziga 15 ming AQSh dollarini talab qilgan tuman elektr tarmoqlari korxonasi xodimlari qo'lga olindi. Ushbu shaxslar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Chilonzor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqarodan so'ralgan puldan 10 ming AQSh dollarini olgan vaqtida xolislar ishtirokida daliliy ashyolar bilan ushlandilar. Oldimga yigit keldi, elektromobil transformator punkti o'rnatishga yordam berishni so'rab keldi. Yordam berish maqsadida yo'l yo'rig'ini tushuntirdim. 10 ming AQSh dollari olib kelib berdi. Shu olib kelib bergan davrda ushlandim. Pushaymonman bu qilgan ishimdan. Korrupsiya bilan bog'liq jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotgan ushbu shaxslar biri tuman elektr ta'minot bo'limida bosh muhandis lavozimida xizmat qilgan bo'lsa, ikkinchisi shu tashkilotda elektr ustasi bo'lib ishlagan. Transformator punktini olib kelib o'rnatib berishni so'radi va bu narsa qo'limizdan kelishi kelmasligini so'radi. Biz unga ha deb javob berib 15 ming kelishdik. Bunda transformatorni punkti bilan transformatorni bozordan olib kelib ish narxi 6 ming bo'ladi dedik. Buni proyekt loyiha ishlari 9 mingga boradi deb aytgan edim. Men bu qilgan ishimdan ming karra pushaymonman. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, belgilangan tartibga ko'ra elektromobillarni quvvatlovchi uskuna o'rnatib tadbirkorlik qilish uchun dastlab yagona darchaga murojaat qilish kerak. Shundan so'ng elektr tarmoqlari korxonalari tomonidan texnik va tarmoq imkoniyatlari, kadastr hujjatlari o'rganiladi. Bu jarayonda tanlangan hudud va arizachining texnik infrastrukturasi o'rnatilgan talablarga javob bersa, shu maskanga elektr ta'minot uchun alohida loyiha ishlab chiqiladi. Shundan so'nggina faoliyat yuritishga ruxsat beriladi. Unutmang, bu ishlarning barchasi bepul amalga oshiriladi, faqat zarur texnika va uskunalar uchun to'lov qilinadi xolos.